Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri kuchli, Reymi yoki Rio? Bugungi videoda xuddi shu savolga javob topamiz. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Qani bo'lmasam Rey haqida qisqacha gapirib bersam. Rey tezkor va zarbalarga reaksiyasi yaxshi, ya'nida zarbalarga chap bera oladi. U bir o'zi qora ritsarni yutgan va Miniforce X josuslarni ozod qilgan. Endi esa Rioga to'xtalsak, Rio Miniforce X josuslariga xuddi mana shunga o'xshagan ikkitalik pistoletlar bergan. Bular orqali o'sha raqiblarni osongina yengish mumkin. Rey bir o'zi qora ritsarni yenggan haqida gaplashdik. Rio esa bir o'zi hech kimga kuchi yetmaydi. Buni Miniforce josuslari bilan jang qilganda ko'rganmiz. To'rga bir qilib tashashdi bechorani. Albatta hammasi hazil. Rio hech kim bilan bir o'zi jang qila olmasligini mana shu qismda ko'rdik. Faqatgina jamoa bilan jang qila oladi, ya'nida bir o'zi hech kimga kuchi yetmaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, Rioga Rey teng kela olmaydi. Do'stlar, sizlar Reyni hayvoncha ko'rinishini ko'rganmisizlar? Agar ko'rmagan bo'lsanglar, men buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal silkasi bioda bo'ladi, o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Agar ko'rmagan bo'lsanglar. Video shulardan iborat edi. Hammaga xayr.